uylanish vaqti ham yetib keldi, lekin sovchilikka boray desam, uyimda remont yaxshi emas. Uyimda qisqasi remont qilishim kerak. Lekin rasmiy ish joyim yo'q. Banklarga borsam, rasmiy daromad so'rayapti. Bu holatda nima qilaman degan savol agar sizni boshingizdan qotirayotgan bo'lsa, bitta yechim bor. Siz 10 yil muddatga 19% dan boshlab hech qanday rasmiy ish haqqisiz 170 million so'mgacha uy-joy ta'miri uchun kredit olishingiz mumkin. Xususan bu kreditni siz Agrobankdan Yashil ta'mir ipoteka nomli krediti orqali rasmiylashtirasiz hamda uyingizni o'zini garovga qo'yib, siz bu kreditni olib uyingizni remont qilishingiz mumkin aka. Sizdan ortiqcha narsa talab qilinmaydi. Faqatgina uy-joyni kadastr hujjati, umuman olganda hujjatlari joyida bo'lsa bo'ldi. Va uy kimning nomida bo'lsa, o'sha insonning nomiga kredit rasmiylashtiriladi. Bemalol uyingizni remont qilib, faqat aka bitta narsani e'tibor bering. Faqat uyni remont qilish uchun, boshqatdan noldan ko'tarish uchun yoki qanaqadir o'zgartirishlar kiritib, nimadirlar qurish uchun emas, faqat remont uchun 170 million so'mgacha bu bemalol yetib ortadi aka. Agar sizga ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, Telegram kanalimga qo'shilib oling. To'liq batafsil detalli qilib Telegram kanalimda ma'lumot tashlab qo'yganman aka. Bu videoni yaqinlarga borib qo'ysangiz xursand bo'lishadi.